Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Xitay hökumətinin 21-ci iyul günü elan qılğan Şinjanğa münasibətlik tarixi məsələlər degan namdakı ağ taşlıq kitab toğrusida söhbət edib barmız. Biz bu münasibət bilan Amerika Uyğur Birləşməsinin rəisi Elşad Həsən əpəndi bilan Uyğur Akademiyasının baş katibi Doktor Fərhad Qurban əpəndini alayı təklif qıldıq. Proqramımıza xoş gəldiniz. Rəhmət. Rəhmət. Biz bu söhbətni başlaşdan burun bu ağ taşlıq kitab içidəki bir qism mühim nöqtələr bilan tanışıb çıxaylı. 21 iyul Xitay hökuməti Şinjanğa dair bir qancha tarixiy məsələlər namlıq Aqtaşlıq kitabını elan qıldı. Məzkur kitab Şinjan Cungo zəmininin ayrılmaz bir qismi, Şinjan əzəldən Şərq Türkistan emas, Şinjandakı hər qaysı millətlər Cunhua millətinin tərkibi qismi, Uyğurlar uzaq məzgillik köçüş, yoğuruluş arqılıq şəkillənən, Şinjandakı hər qaysı millətlərinin mədəniyyəti Cunhua mədəniyyətinin tərkibi qismi, Şinjan tarixdən bu yan köp xil din billi mövcud bulub turğan rayon, İslam dini Uyğurlar əzəldən etiqad qılıb gələn, şundaqla etiqad qılğan birdən-bir din emas degan 7 bölümdən tərkib tapqan. Məzkur Aqtaşlıq kitabda Xitay hökuməti Şinjan əzəldən Xitay zəminining ayrılmaz bir qismi degəndə koni meydanını təkidləş bilan birgə Uyğurlar türkiy tilida so'zlashadigan millat, ammo türkiy millat emas, İslam dini Uyğurlarga urush orqali majburiy tengilgan din, hargizmi Uyğurlar o'zi xalab qabul qilgan din emas degandek yangi mazmunlarni kirgizgan. Bunda bo'lsa Elşad əpəndi birinci sualni sizdən başlay. Xitay hökuməti bu qitim elan qılğan ağ taşlıq kitabida, yəni ilgirkidək, yəni Şinjan əzəldən Xitayning bir qismi deb jaka aldı. Əmdi siz özünüz bir Xitay tili mutaxassis bo'lish sifatingiz bilan başda bu Şinjan degan so'zning xitoycha ma'nosini bir tushuntirgan bo'lsangiz. Şinjan degan söz, Shin degan yangi degan bo'ldi. Jang degan Xitoychada territoriya, chegara degan bo'ldi. Bu so'zning ma'nosi hamda udul tarjim qilsak, yangi chegara yoki yangi territoriya degan gap bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Xitoy burun bu zamonga birlik kelgan bir ismi yo'q tarixdan tatib. G'arb diyori deb baxti, uningdan boshqa hattoki g'arb diyori degan so'zga mo ma'noni ikki xil beradi. Birisi tar doiraliksi deydi, birisi keng doiraliksi deydi. Tar doirasi degani bizninkini ko'rsatadi, keng doirasi degani ham butun shu O'rta Osiyoni ko'rsatadi deb tushundirdi. Ammo bu atalg'uninki yaqingi zamonda bo'libmi shu Zozongtangninki bizning vatanimizni ishg'ol qilib, bizning oxirgi mustaqil davlatimiz Yoqub Begning qurgan Qashqariya davlatini ag'dirib o'tgandan keyin 1860-da buningga Şinjan deb ismni qo'ygan, yana yangi territoriya. Uning oldida bizning vatan xuddi shu vaqtdagi Manchung xandonligi qarag'liq Annan degan hozirgi Vyetnam, Gaoli deydi hozirgi Choshen. Bular bilan o'xshash Manchung xandonligininki yot bay'at qilgan allariga hisob bo'ladi, ammo Xitoyning territoriyasiga o'lka bo'lib kirmagan. Shuning uchun buni Şinjan deb ismni qo'ygandan tortib, uningki Xitoycha o'zimi deydi, Huafan ve Shang deydi. Fan degani yotlar degan gap. Uningdan o'zgartib, o'lka degan nemisini qo'ydi. Shuningdan boshlab bu mana degan vaqtida Xitoy emas, Manchungning territoriyasiga rasmiy kirgan. Şinjan degan yangi zamin yoki yangi territoriya deb atalgan bo'lsa Xitoy tilida. Bu qanday qilib Xitoyning tarixdan beri ayrılmaz bir qismi bo'ladi? Bu masalada Xitoylarninki bu Cunhua Minzu degan bu hukm 19-yilning oxirisida Xitoy ziyolisi Liang Qichao tarafidan o'tirib qo'yilgan bu hukm. Ya'ni undan burun Cunhua deb gap yo'q o'tirdi. Zaten Liang Qichao Cunhua Minzu degan gap chiqargandan keyin bu inqilobning davomida Cunhua Mingo qurildi. Ya'ni Jungo degan ism 1901 yildan burun yo'q. Bu Xitoy ziyolilarning o'tirib chiqargan bir ismi. Uning sababi bu, ular o'zlarining ajdodlarini izlashga kirishdi. 1901 yilda birinchi qatim Jungo degan ism topdi va Junhua Minzu degan bu hukmni o'tirib qo'ydi. Undan burun yo'q. Ammo bular hozir diqqat qilsangiz, o 3-oyning 18-kundagi Aqtaş kitobning birinchi moddasi bu Şinjan Puka Funga deyip Jungo Lingtu degan gap bor. İkincisinin mi? Yani birinci maddesi şu. Yani demek bu narsa bularning titan tomiri bu mesele. Her iki Aqtaş kitabının birinci maddesi bunu yazıp algan ve o'ziga ishonmaganlik uchun buni burun hammadan sen tozlikchi men toz olaydı. Bu meseleni o'tirib qo'yishga tirishdi ama ichi tushunuk, hech bir nimasi yo'q. Buni desteklaydigan bir isbot yo'q.
Elşad efendi bu tarixten bu yan dep to'lishildi Xitoy hukumatda. Masalan, nurg'un shu Uyg'ur masalasi, Tibetni shu tarixten bu yan Xitoyning bir qismi deb. Endi birinchi qurilgan Xitoyning davlati bo'lib, Junggo degan nomda. Junggoda bu finga deb fundaydi. Junggo degan davlat birinchi qitim qachon qurildi? Mana buni tushuntirishning oldida mana bir tarixchilarningki ham siyosatchilarningki mana bir so'z bor ekan. Hozirgi zamonga xo'ja bo'lganlar burungi tarixga ega bo'la oladi deydi. Burungi tarixga ega bo'lganlar kelgusini belgilay oladi deydi. Bu siyosiy nuqtadan elib aytganda. Ammo tarix bir fan. Siyosiy Xitoy hozir shu hozirgi xo'jadarligidan foydalanib bu zamonga o burungi tarixni burmilab kelgusini kontrol qilmaydi deydi. Ham bu yerda Junggo degan ism qachon chiqqan desa Xitoyning eng qadimgi kitoblarida bu bor Junggo degan. Ammo u faqat Xitoy o'zining mutaxassislari deydi, u faqat shu vaqtdagi poytaxtni davlatni ko'rsatdi, shaharni ko'rsatdi. U hergiz davlatni ko'rsatmaydi. Uningki Xitoyningki dangliq mushu madaniyat hamda tarixchisi o Stanford universitetida Shujoyin degan bir Xitoy bor. Bu Xitoyning deganida Junggo degan hukm taraqqiy qilgan hukm deydi. Junggo degan bu hukm hech qachon muqim bir territoriya yoki bir millatga qartilgan hukm emas. Bu o'zgarib turadigan, uningki ishlik doirasiga millatlarni o'zgarib turadigan, uningki chegarasi o'zgarib turadigan bunda bir hukm deydi. Shuning mana degan vaqtida Xitoyningki Junggo degan bu davlat haqiqiy qurilgan vaqt qachon deganda 1911-yildagi Shanxaydan keyingi Junhua Mingo desak balkim to'g'ri bo'ladi, desakmi bo'ladi, ammo yana 49-dikisi balkim eng aniqi. Chunki u vaqtdagi Junhua Mingo degan vaqtida xuddi Farad Tangridag'li apandim deganga o'xshash Xitoyda hattoki bir millat hukmi bo'lmagan. Shanxay inqilobidan burun har qanday bir Xitoydan Beijingning ko'chisi to'sab, sen qayerlik desa, men Daqing deydi. Daqing degan, Daiqing degan gap aslida Manjularning gapi. Qing xonadonligining puhrasi degan gap. Hech qachon Xitoyda Junggolik degan puhralik hukm bo'lib boqmagan. Bu hukm amaliyotda Xitoy millati g'arb dunyosidagi millatchilik, milliy davlat hukmini yangi ziyolilar qabul qilgandan keyin, uningdan keyin oldi bilan Junggo degan bu hukumatni rasmiy shakllantirmoqchi bo'ldi. Uningdan keyin Junhua millatlari deganni eng dastlabda xuddi Farad apandim deganga o'xshash Liang Qichaodan boshlab buni qurishga boshladi. Ammo bu rasmiy Xitoydagi Junggolik ideologiyasi yoki Junhua millat tuyg'usi 49dan keyingi Mao Zedongninki kalla yuyish, har qanday o'xshamagan fikrlarni yo'qotish shu orqali amdiki kunlarda texib bosh ko'tarib amdi chiqyapti. Amaliyotda agar Junggo degan bu hukmni qachondan haqiqiy bir davlat territoriyasi bilan, milliy kimligi bilan boshlandi desa, menimcha 49dan boshlandi desak muvofiqroq bo'ladi. Ammo texib mukammallashmadi. Farhad efendi, Junggo degan hukm, hamda hukm ilgari bo'lgan bo'lsa-mu tarixda, ammo Junggo degan nomdagi davlat birinchisi 1911-yili Junhua Mingo yili Kuomintang hukmronlik qilgan. Ikkinchisi 1949-yili, ya'ni Xitoy Kompartiyasi, Junggo Komintangning yetakchiligi qurilgan ikki davlat, hamda Junggo degan nomning ostida territoriyasi aniq bir davlat shaklida qurildi. Uning burungi qurilganlari asosan bay Elshad deb ketdi, balkim shahar davlati aniq bir mavjudiyati bir yermi yo'q. Qolgan cho'ng yerlarni kontrol qilgan emas deb, undaq bo'lsa, mayli 1911-yil qurilgan Junggo bo'lsin yoki 49-yil qurilgan Junggo bo'lsin. Bu 1911-yildan keyin qurilgan bu Junggo yoki Junhua Mingo yoki Junhua Mingo degandek davlatlar qanday qilib tarixdan buyon Uyg'urlar Sharqiy Turkiston deb atagan bu zaminning egisi bo'ladi. Xitoy Kommunist partiyasi tarixni o'zining manfaati uchun burmiladi. Hozir Kommunist partiyasi amaliyotda Junhua Mingo'ningki bir muhalefet partiyasi bu, birsa ye dang bu. Bu Junhua Mingo'ningki Kuomintang bilan 49 yilgacha bular ichki savash qildi. Bular davlatchilikka ichki so'qash bu. Buning uchun bu Gongfei deydi-ku. Asl ma'nosi bu to'g'ri. Yani 49'dagi menimcha Junhua Mingo birinchi davlat,
o 49 yildagi Gong filanın iqtidorga kelishi. Buning uchun buni ahlab qarash kerak. Endi bularningki tarixdan beri masalan eng oxirgida qizsiz go'ylar degan gapni deyapti, chunki uni deyishdan nomusga o'xshaydi. Bo'lmasa burun Xinjiangzi go'ylar jushi Junggoda puka funga diye ibu fundaydi. Hozir siz go'ylar yo'q. Ve hozir birinchi vazifamiz mushu siyosatni tushirtmak lozim. Farhat apandimninkiga men qo'shsam, birinchi Xitoyninki mushu 1911-yildagi Xitoy davlatini asli keltiramiz degan vaqtida Sun Yat-senning bir shuari bor. Bu shuarni aniq bilishimiz kerak. Chuju dalu, Huifu Zhonghua deydi. Chuju dalu degani yovlarni qo'g'lab etish, Huifu Zhonghua degani Xitoy Jumhuriyatini yoki Xitoy davlatini asli keltirish. Bu yerda o keyingi yilgi Wuzhugong deb yana bir o'zgartib olgan yeri bor. U ammo manchini ag'dirib o'tgandan keyin chiqqan shuar. Bu shuar bo'yicha shu vaqtdagi 11-yildagi Xitoyning Shanxay inqilobida faqat 18 o'lkani e'tirof qilgan. Men shuningga 11-yildagi Cumhuriyet bu vaqtida Xitoyninki Cumhuriyetida Jungo degan hukum territoriya hech qaysi muqim bo'lmagan. Shuningga men 49 dan keyingisini endi e'tirof qilsak bo'ladi deydiganim shu. Chunki uning oldida 49 gacha eng dastlabda 18 o'lka. Bu 18 o'lkaning ichida bizning vatan ichida emas. Bu faqat Xitoyninki shu Sadichin sepilning ichidagi 18 o'lkani ko'rsatadi. Hattoki mavo nima sharq shimol 3 o'lkami tegishli yo'q. Shuning uchun ta 49 gacha hamma yerlarda o'ziga oldiga so'rayotgan ahvol bor, bo'linish bor. Xitoy kommunistlari o ilki qarshi partiya emas. O hukumatga o'xti chiqqan bir qonunsiz guruh o degan. Shuning uchun bular so'qishdi, oxirisi bular bölgünçü guruh. Bölgünçü guruh. Kommunist eng dastlabki qism Ozistondagi bölgünçilar shular, Xitoy bölgünçilar. Bu Xitoy bölgünçilari shu vaqt Sovetning puli bilan hatto 34-yili bizningki birinchi Cumhuriyet qurilib bo'lgandan 1 yildan keyin Jiangxi o'lkasining Rijin shaharida Sovet Respublikasi qurgan. To'g'ri. Bu demaklik bular bölgünçi. Shuning uchun men endi qaytib kelsak o'zimizga 49 ning oldida Xitoyda Jungo degan bir gavdi bo'lib, territoriya milliy birlikka kelgan bir davlat mavjud bo'lmagan tarixda. Uning oldidagi hamma sulolalari Chin sulolasi bo'lsa, Chinliklar deydi. Han sulolasi bo'lsa, Xanlar deydi. Hozir Xitoyninki Xan degan shuningdan kelgan. Uningdan keyingi tarixlarda Tang sulolasi hamda cho'ngarog'i. Masalan, bugun men Twitterga chiqarib qo'ydim. Shu joyini apandimning o'zining so'zlagan gapi. Mongol Yuan sulolasi hargiz Xitoyninki nemisiga kirmaydi deb. Endi Xitoy olimining degan so'zi. Chunki o Xitoy shu vaqtida Yuan Mongollarninki egallagan, ishg'ol qilgan zaminning bir qismi. Faqat shu boshqa millatlar bilan o'xshash ijroning igdori. Shuningga mana degan vaqtida Xitoyning tarixida hozir o ilqi Zigu yilay degan gapni dalamaydigan yeri Manchin Xitoy emas. Yuan Xitoy emas. Tang sulolasi Xitoy emas. Hamda bu yerda men to'la deb kelatdim. Men o Xitoyninki markaziy siyosiy kengashininki muavir raisi bo'lgan Ge Jianxiong degan Fudan universitetininki professorning yozgan kitobi Tongyi Yifenli deydi. Birlik va bo'linish deydi. Bu kitobda aniq Ge Jianxiong apandim deydi, Xitoyning hozirgi territoriyasiga ega bo'lgan vaqti 1840-yilgacha bo'lgan vaqtida faqat 81 yil. Xitoyning 5000 yil tarixining ichida faqat 81 yil. Bu demak 100 yilga bormagan mushu vaqtning ichida hozirgi bu zaminga ega bo'lgan. Bu zaminga ega bo'lgan vaqti bu 81 yil nereden keldi desa, birisi Mongollarning ishg'oliyatidan kelgan, birisi Manjularning ishg'oliyatidan kelgan. Agar Mongol bilan Manju masalan o'zining Mongoliya, Manjuriya, Tibet ham Uyg'urlarning vatanini bosmagan bo'lsa, bu Xitoyning qo'lida qilishi mumkinmi? Mumkin emas. U mumkin emas. U mumkinchiligi bo'lmaydi. O agar mushu Manju oxirsida Yaqub Bagninki biz shu vaqtdagi mustaqilligimiz davom nishonlagan bo'lsa, o 11-yildagi Xitoy hokimiyati o bizning zaminimizda o bu deydigan o Wuzhugong deydigan shuarmi mumkinchiligi yo'q bo'ladi. Bu faqat Manjularning ishg'oliyatidan kelib chiqqan oqibat. Farhod apandi bu
Xitoydagi dаңлық sepil, ya'ni Sadichin sepilni kim sağgan, nima maqsadi sağgan uni? Sadichin sepilini yani ullardan yani Türklerin özünü müdafaa kılış için bir çare izlep ahir bu Sadichinni seliş aklık kelgen maksat ullarninki hücumundan özünü qoğdaş. Başka manası yok. 6 devlet var Xitoy tuzlanligida. Bular hammasi mushu bo'libmi Mo'ng'ul egizligiga chegara bo'lganlari hammasi o'z oldiga Sadichin sepil sağgan. Bu Sadichin sepilni Çin qolgan 6ni 5ni yo'qotib, birlik kelib Xitoyning tarixidagi Çin imperiyasini qurgan vaqtida Çin Şuan bu Sadichin sepillarni 6ninkini ulab birlik keltirgan. Ama en qiziq yeri bu emas. En qiziq yeri Ming sulolasining vaqtida Sadichin sepilni qaytadan en yaxshi qilib, mukammal qilib uzatgan, en uzunni sağgan Ming sulolasi. Ming sulolasi Xitoyning tarixidagi Sadichin sepilning ichidan teshiga hech qanday chiqolmagan sulolalarninki oxirgisi. O vaqtida hatta hech kimga bu Jayuanning buyiqiga, hatta oyoqda Shanxayguan, Sharq shimolg'imi kiramagan. U yoqqimi qo'lini sunamagan. O'zi bekinibla shu Sadichin sepilning ichida turgan. Ammo 1664-yili Manchingninki 5000 atliq askari Sadichin sepildan kirib 10 yilning ichida Ming sulolasini butunlay vayrona qilgan. Uningdan keyin 1765-yili bizning vatanga 100 yildan keyin Xitoyni ishg'ol qilib bo'lgandan keyin bizninki kelgan. Shuninga bu Sadichin sepili tarix jarayonida Xitoyning chegarasi. Bu oxirgi davomi Mingda to'xtagan. Farhod apandi bu Xitoy hukumati bu qitimliq oqtashliq kitobda, ya'ni Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, Uyg'ur, Salar degandek millatlar garchi turk tilida so'zlashsa-mu, bular turk emas. Ma'lum bir til oilasida, ya'ni turk til oilasiga tili tava bo'lsa-mu, bu millatlar turk degili bo'lmaydi deb jakaldi. Siz buni qanday qaraysiz? Xitoy Mudofaa universiteti rektörü Liu Yajuo'nun bir eseri var, Shibulun da. Bu yerde deydi ki, Şinjan'daki 10 millet ve Orta Asya'daki halklar bularını Tuğcu ve Minzu deyimiz dedi. Bununki takı enik. Hatta Adriyatik denizden 100 minge kadar Tuğcu'ya zoğlan. Yani Türk koridoru diyen gep var. O adamdaki takı uzak bir ötmüş emez bu. 2010 yılı elan kılınan sayısı kolumuzda var. O yerde Türkçe gep kılan millet emez. Tuğcu ve Minzu ve Cu diyen gep nait enik. Çünkü tili, örf adetleri, felsefesi emnası okşaydı bulardan. Bularımız Türk milleti ilgili. Putonghua degen zaten Mandarin. Mandarin degen Mandarin Candıkwa degen gel. Eğer Beijing'wa yani manzu tili bolmagan bolsa, bugün Xitaylar bir-birini düşünemeydi. Yezik olmagan bolsa. Bununçular yeziqin başka bir ortak noktası bolmagan 1 milyon 300 milyon insan bir millet. Gep sözü okşaş, örf adetleri okşaş, ortak tarihi geçmişi var insanlar köp millet. Bu bütünlüğü bir sepsete. Hiç kadar ilmi asası yok. Onun için bunu red kılış asarak biz için. Çünkü kolumuzda belge var. Elşad apandi bu Xitoy hukumati buningdan sirt, Uyg'urlar qolganlar turk emas deyishdan sirt, uningdan sirt yana islom dini Uyg'urlar xalab tanlagan bir din emas. Bu urush bilan ham hokimiyat ustidagi shular majburiy tangan bir din deydi. Bu nima demak Xitoy hukumati bu orqali? Buning deyishdan burun bir narsani qistirib o'tay. Meni ma kitob Lingen degan odamning yozgan, Ishki Mo'ng'ul xalq nashriyatidan chiqargan Türk ve Uyg'urlarning tarixi, Tujuy Xuyg'ushi. Bu adammi, bu apandimmi, masalan, Uyg'urlar Türk bir qabila deydi. Uningdan boshqa Gengshmin Türkolog alimi Xitoyninki, Ma Changshou Türkolog alimi, Wang Gowei Türkolog alimi. Bularning hammasi Uyg'ur, Türk aslida bir deydi. Faqat keyinda arilib chiqqan millatlar deydi. Buni hamda qisqartib. Bu ilki bizningki o'zimizning kitobi emas, Xitoy olimlarimi buni e'tirof qilgan bir narsa. Hamda bu nima uchun Xitoy buni bizni musulmonlikni keyin nim qilgan deydi deganda, Xitoyning maqsadi birsi
bizningki islomga bo'lgan e'tiqodimizga haqorat qilish bu maqsad. Bizni kamsitish, hattoki bizning dinimizningki yiltizini boshqacha burab, shu orqali bizga diniy zulmni kuchaytirishning bir usuli maqsad. Yana bir jihatdan bu manda degan vaqtida shu orqali bizni majburiy o'zimizning e'tiqodidan yenishga zolash ham buningda ateizm ideologiyasini singdirishning bir usuli deb qarayman. Ammo bu yerda endi biz agar misol keltirsak, men yana Xitoyning o'zininkini keltirishni yaxshi ko'raman. Chin imperiyasi 6 davlatning birlikka kelib Chin imperiyasi qurilgan vaqtida Xitoyning hozirgi Confucianism degan Xitoyning asosiy ideologiyasi, diniga o'xshash. Bu aslida Shandong o'lkasida, shu 6 baglikning ichidagi Lugo degan davlatda chiqqan bir kichik bir davlat chiqqan narsa. Ammo Chin sulolasi, shu Chin xonligi imperiyasi qurilgan vaqtida bularni Chin imperiyasi imperatori Qin Shi Huang Fen Shu Kengru deydi. Hamma shu Confucianismning ziyolilarini tirik ko'mbatgan, kitoblarini ko'ydirgan, rad qilgan. Ammo Han sulolasi uni ag'dirib o'tganligi uchun, o'ziga bir ideologiya kerak bo'lganligi uchun, bular uningkin bu Confucianism, yana Konfuzyusningki ideologiyasini davlat e'tiqodiy davlatningki ideologiyasi qilib tikilganlikdan bu uningdan buyuk dasturgan. Menda demakchi o'g'lim, Xitoyning o'zining ideologiyasimi o butun Xitoyningki emas. O bir kichik yerdan ashunda bo'lgan. Shuningga bu asos turolmaydigan 3 cho'ng dinni qisqartib bildirsam, islom, xristian, yahudi dini 3 yilisi hozirgi O'rta Sharqningki Palestin mush atrofidan paydo bo'lgan. Ammo hozir butun Yevropa, butun dunyoga yeyilgan. Bu demaklik e'tiqod hech kimningki o'zining millati bilan tang barpo bo'lgan narsa emas. Buningda almışish madaniyatning, e'tiqodning almışi, ideologiyaning almışi bilan millatlar o'zi ma'lum bir sabablardan dinlarni qabul qiladi, uni o'zining madaniyatiga yug'urib, o'zining qiladi, shuni bilan davomlashtirdi. Uni yili bilan yoki qanday sabab bilan qabul qilgan demaymiz. Uning faqat mazmuni hozirgi zamonga moslashanmasligi, taraqqiyoti xalqqa elib kelayotgan mana degan vaqtida ma'naviy jihatdagi o'ziqligiga qarab uning baho beramiz. Endi masalan Han sulolasi davridagi, masalan Xitoyning imperiyasi shu chaqda besib olgan taqdirdami bu zaminlarni? Masalanda u degan 2000 yilning oldida bo'lgan ish. Yaqinqi zaman ancha yiroq bo'lmagan yaqinqi asrni desakmi, Mo'ng'ullar masalan Xitoyni besib yotgan masalan. Shunga bugungi Mo'ng'oliya Xitoyning logikasi bo'yicha Jonghua Renminguo'ga azaldan Mongoliyaning bir qismi edi, to'g'rimi? Albatta to'g'ri bo'ldi. Chunki Mo'ng'ullar shu yerdan chiqib Xitoyni bo'ysundirgan. Xitoyni bo'ysundirib bo'lib, O'rta Osiyo, Rossiya, hattoki hozirgi Eron, Iroq mushtaraflargacha hammani Mo'ng'ullar egallagan, Yevropaga bag'cha. O Chingizxonningki igdorchiligidagi bir zimin imperiya. Xitoy shu imperiyaning bir qismi. Endi Chingizxonning bevosita avlodi millat bo'lish salohiyati bilan hozirgi Mong'oliya davlati Xitoy azaldan bizningki ayrilmas bir qism ziminimiz desa, ularning meningcha Xitoyninkidan texnik kuchlik bo'ladi. Chunki bu yerda nima uchun kuchli bo'ldi deganda, bir hokimiyat bir yerni egallagan vaqtida, ishg'ol qilgan vaqtida, shu yerda bojg'ib, hamma nimani bir rasmiy tuzumni qo'yalgan vaqtida u hisob bo'ladi. Han sulolasining vaqtida Xitoy bizning vatanni faqat 4 harbiy gazarma turg'izgan. Bu harbiy gazarmada nima qildi desa, shu yerdagi o'tgan kashkallarga qo'g'dash nim qiladi. Ammo u yerda bojg'anmagan, u yerga nahiya hokim deb hech qanday amaldor qo'yanmagan, hech qanday u yerda rasmiy territoriyalik bir hokimiyat yurgizanmagan. Shuning uchun bu aqmaydigan gap Han sulolasiniki. Shuningga Mong'oliya hozir qo'pib Xitoy bizning desa, menimcha eng aqidigan. Agar Manjular Ikkinchi dunyo urushida Yapon mag'lubiyat kuchirmay Manjuriya davlati qurilgan bo'lsa, Xitoy Manjuriya davlatining ayrilmas bir qism zimini bo'ladi. Xitoyning logikasi bo'yicha. Bugungi programmamiz mushakich bo'ldi. Sizlarning ishqinglarni alayid bu program qatnashganinglarga ko'p rahmat. Sizga rahmat. Ham ekran oldidagi tinchuvchilar, ko'ruvchilarga rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bizning bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi hafta ko'rishguncha xush vaqt bo'ling.